lekin bu mahsulot siz o'ylagandek qimmat emas. Sokil abrezlarimiz ichida ajralib turgan ushbu sokil abrezimizni narxlari bilan obzorini qilib beraman. Ushbu sokilimiz bir qarashda o'ta ham qimmat toshga o'xshaydi, lekin bu mahsulot siz o'ylagandek qimmat emas. O'zbekiston tabiiy miramiri hisoblanadi. G'ozg'on tog'laridan olingan ro'ziy miramir qaymoq rangidan chiroyli qilib yig'ib olganmiz, ko'rishingiz mumkin. 100 kvadratdan 10 kvadrat dona-dona shunaqa qilib yig'ib olsangiz chiqadi, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Shu sokilimiz yerdan balandligi plyontusi bilan 58 sm. Umumiy ketgan mahsulot esa 0,73 kvadratni tashkil qiladi. Shu sokilimiz 1 metrda 5 metr faskasi bor, ko'rishingiz mumkin. Detallarni tanishtirib o'taman. 9,0 qo'yilgan, 7 lik plyont, 30 ekran, 5 lik tikkali, yarim oy faskat, 7 lik yarim oy faska qilingan, qopqog'i ham 7 lik ishlatganmiz, plyontusiga ham 7 lik ishlatganmiz, ko'rishingiz mumkin. 1 metr 199 ming so'm chiqdi. Narxiga mana shu mahsulotimiz o'zi, ya'ni g'ozg'on miramirimiz o'zi va mana bu faskalarni chaqlab berish xizmatimiz va mana shu mahsulotlarni mana shunday yarim tayyor holatiga keltirib kesib berish narximiz kiradi. Ustanovkasi va dastavkasi hisoblanmagan, shunga e'tibor berasizlar. Qolgan sokil abrezlarimiz haqida profilimizda video ma'lumot bor. Miramir Grand haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling.